Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Obyektimiz davom etyapti, ikkinchi etajimiz. Bu xonasi mana. Hop. Bu yerlar ekoplit bo'ladi. Karkasni qilganmiz. Patolonlarimiz gipsokarton. Birinchi xona. Bu yerda detskiga moslashtirdik. 3 ta detski. O'rtada xonasi dars qiladigan xona. Mana yerda nishadan pechkani o'rniga joy tashalgan ekan, shundan unumli foydalanib shkafga joy qildik. Etajerka bo'lib edi. Shkafga joy bo'ladi. Bazalitdan foydalanyapmiz. Bazalit yonmaydi, issiqni yaxshi ushlaydi. Hop, перегородка, xonani bo'lganmiz gipsokarton bilan. Uchinchi xona. Ekoplitga tayyor, patologlarga pardozlash ishlari ketyapti. Bu xonasi. Yakuniy natijasini tez orada qo'yamiz. Dimoxodlar